Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Yana bir qatimliq usti ochiq turmaga aylangan Sharq Turkiston nomli programmamizniki 13-sonlik kelganlarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdulloh Yalqin. Qadrli qarindoshlar, bugungi studiyamizga har qatimliq mehmonimiz menga tanishdik. Adil Abdulg'afur akamizni taklif qildik. Qimmatli vaqtdan chiqib kelganligi uchun ko'p rahmat aytamiz. Alloh razı olsun. Qarindoshlar, bugungi suhbatimiz, ya'ni biz bu Türmüge aylangan Sharq Turkiston nomli programmamizda hammalarga ma'lum Sharq Turkistondagi elib berilayotgan zulmlar, Xitoy tajovuzchilarining qanday siyosatlarini, qanday besim icra qilayotganligi vatanimizda buni misollar orqali adilligimizning yashagan, biz ilgirki programmada turmaning ichidagi ahvollarni so'zlagan bo'lsak, bunda turmadan chiqqandagi ahvollar, o'zi boshdan kechirgan narsalar va shunaqla hozir vatanimizda elib berilayotgan bu zulmlar haqida to'xtalib kelyapmiz. Bugungi mavzuimiz yana shu turmaga aylangan vatandagi fojialar. Albatta vatanimizda elib berilayotgan fojialar har kuni o'nlagan, yuzlagan fojialar, inson haqiqatan ichindiradigan narsalar yuz berib turyapti. Biz faqat uningki yüzde birini, mingda birini xabar tepiyotimiz. Tapqanlarımız bu insanın tinchliklantiradigan darajadagi narsalar, aql qabul qilolmaydigan zulmlar elib berilyapti. Biz shu bizga yetib kelgan, biz biladiganlarimiz cho'risida suhbatlarimizni shu atrofda davomlashtirib kelyapmiz. Bugun shu masala to'xtalamiz. Xitoy bugun 2-6 kuni shu axborot e'lon qilish yig'ini içivatqanligini bildirib xabar e'lon qildi. Nima desam, yana yillardan buyon arqatim sizga ma'lum edi. Ramazonda islom dunyosida bo'lib Turkiyada nurg'ulg'an kun tartib qildi Sharq Turkiston masalalari. Xitoyninki vatanimizda ro'zani tutqizmay tutqanlarni oshqizib o'tib degandek bu narsalar kun tartib qildi, bu zulm to'xtatish to'g'riliq hamda. Xitoy hamda bu yil yani shunchalik zulm qilib cheklayotgan, shunchalik qattiq bostirayotgan bir paytda Ramazonga necha kun qolgan vaqtda bugun nima axborot e'lon qilish yig'ini ismi Xinjiangning diniy e'tiqod erkinlik ahvol nomli aqtashliq kitobni taqitish uchun bir axborot e'lon qilish yig'ini bu yerda Abdumur Rayonning muavin raislari Jarulloh Isamdin va shundaqla Shavkat Iman Ubu degandek shular qatnashib turib bu bir murosim o'tkazilganligini bilgan e'lon qilgan hamda deganda. Balki hozirgi bu soatlarda taqib bo'lgan bo'lishi mumkin bu kitoblari. Kitobning ichida nima bor, albatta biz oldimizda kunlarda ko'ramiz ham axborotlarda. Yani buning ismidan yana Xinjiangning diniy e'tiqod erkinlik ahvoli degandan biz bilalaymiz hamda. Nima demoqchi bo'lsa, Xitoy yana shu o'zininki biz andoq erkinlik va mandaq diniy ibodatlarni, diniy millatning islom diniga e'tiqod qilganlarning huquqini qo'g'dirdik, uni qildik, buni qildik deb safsatsini sotadiganligi aniq hamda. Amaliyotda necha kun burun Korlida Xitoy o'zininki tamg'a urib e'lon qilgan narsasida buningdan keyingi mezgillarda butunlay mayli qaysi shaklda yog'liqni oldidan chigamdi, keyindan chigamdi, ro'mol atamdi, yuzini itamdi, har qanday mashina kiyim kiyganliginniki turmaga tutqun qilinib turib, bunda ayollarniki qo'lga elinib turib o'zgartirilganligi, oilasiga jarimani qo'yilganligi, oilasiga chekit qo'yilib nuqtaliq o'zgartish elib berilganligidan iborat. Buni ig'ir oqibat keltirib chiqardi. Hamma odamga deb bu ko'rliga e'lonlarni chaplab, butun ko'rlida shunday yurgizimiz deb Xitoy o'zi e'lon qildi. Ya'ni bu yerda bugun diniy e'tiqod erkinlik ahvol deb buni xalq propoz qilib buni e'lon qilayotgan Xitoy tajovuzchilari buni ko'rlida necha kun burun 5-19 kuni buni e'lon qildi. Biz bu vaqtda Abduqodir akamiz bilan suhbat o'tkazdik bir qo'l. Uning kendidan endi bu 31-may ya'ni 2 kun burun Aqsuda Uyg'ur sotchi Po'lat Chavar va Umarjon Hasan degan biri. Bu yozuvchi o'xshaydi qaragan vaqtida buning unvonini demabdi. Bu Po'lat Chavarni 3 xil kuchga qarshi, ya'ni Kompartiya a'zosi, Xitoyga nurg'un xizmat qilgan odam edi. Bu sotchi ekan bu. Bu odamni 3 xil kuchga qarshi turish, terrorlik jinoyatlariga zarb berish,
bu narsada maydoni uch qo'ymay terrorchilarga yenik jazo bergan, ularning jazosini yeniklatgan deb uni vazifasini ep tashlab partiyadan chiqardik, uni qildik, buni qildik deyotdi. Bu Ömerjon Hasan bo'lsa Shinjongning tarixini burmilgan, davlatning birligi, millatlar ittifoqligiga buzg'unchilik qilgan degan batnam bilan buni vazifalarini ep tashlab bu shaklda zulmni bu shaklda elib beradi. Sizlarni mushni ko'radigan ahvol ostida buningga bo'lgan fikrlarini ep baqaylik. Allah rahmet kılsın. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Hem de size yaxşı bir temalarını so'rayman. Bu demek ki bizningki ahvolimiz Türkistan'daki Uygur Müslümanlarının bugungi islom bilan o'zining aqidasi bilan zid munosabatga bog'langan bu hayotiningki umum fojia bir ekrani bu bir ko'rinishi. Bunu hem de qanchalik tasvirlasak shu qadar arziydigan bir temamdi. Buni bugungi haqiqatan Xitoyninki bu zulmini ilqi ya bugungi narsa emas. Bu 100 yillik tarixda eshib ketgan bir fojia. Bu gay kuchayib, gay ajizlab degandek bugun xalqninki musulmonlarimiz xalqimizning eng muhim bo'lgan ma'naviy ruhiyatiga çoğun bir hücum qilgan bir davramdi. Aqtaşlıq kitap degenden bu narsa bulab bana bu bir yangilik narsa emas. Siz anlab ketgan. Anlab ketgan. Halqi qag'im o'zining bolasini aqbalam deydi degan bir gap bor bizning maqal tamsillarda. O Xitoyning Aqtaşlıq degan kitobi başlalam kitobni hatta Xitoy numus qilmasdan hatta yüzünün aşı yazgan to'qilmasini aq deb turib shu Aqtaşlıq atalmış kitabı bilen mukaddes Kur'an-ı Kerimimizni qarlı ötələydiğən dərəcədə aslında konuda özününce ya özününce şu özünün zalim ya zulümdən başına ifadelenməydiğən bu tüzülmə siyasətini olmadan söndürüp özünün batıl gayi məqsədi yetiş üçün şu kadar quturaqlıq. Aqtaşlıq kitab degan bir nəsin çiraylı qılqı şeker bilen onun etrafını boyap güzel anlatış bilen, güzel bir isim koyuş bilen onu nadan ansız sebi edemlige, sad edemlige söndürüp Xitayning şu rezil cinayi rezilligini aqlab onu yoşurup şunu güçlük yolu koyuştan başka narsa emas. Bu en mühim itikadını burmulaş, tarixini burmulaş, ameli vaziyetini, özünün cinayetlerini yoşurish qatorliq umumiy narsa bunun so'ndirilgan bo'ladi. Shu orqali ham Xitoy yana şu atalmış Abdunum rayonlik hamda Urumchidagi oliy maktab endi Shinjongda shu deb qo'ydi. Shu maktabninki şu adabiyot, tarix fakultetlarida o'zining jijig'iga keladigan shunday biz atalmış qarmoqqa millatning ziyolisi yazıcıları, edipleri olmuş kişilerini ekilip aşağıya turg'uzib bizning oldimizga bulacak ekkaga ularning shu sepsetlerinde mana bu falan doktor, falan profesör, manda o'qigan, unda o'qigan, chet elda bu o'qigan, o bu sohada ajoyib yetilgan degandek saqt ilmonlarni berib uni uliga shularning unvoni bilan, shularning salohiyati bilan turmadagi va jamiyatdagi mundaq sad odamlarni ko'ngil o'tishini qoyil qilish ham tahdid hem aşındak batıl davet vezbilen. Xitoy burun az quturmadi. Demek hem de Xitoyning bu qilgan qiliqlarining hammani yig'ib kelsak, Xitoy o'zining qilayotgan jinoyatlarini nayt obdan to'noqliq. Xitoy bugun Xitoyningki şu atalmış Cumhur Komünist Partisi ve Cumhur Sosyalizm ve Şarkı Türkistan'daki bulab Cumhur'daki İslam dinini Cumhur Sosyalizm üçün hizmet kıldırış degen bu temellerde aşağıda 1 milyardan jiq bir insanını qalaymagan qaymoqtirib ötlep ketip atkan bu Xitoy yüzünün qilmishlarining ne kadar amaliyotga, haqiqatga, normal insoniyatning hayat bu normal hayat yurishinin bu mantiqisiga to'limiz zid ve karşı bir tema bir
iqlim ekanligini Xitoy obdan biliglik. Shuni bilib turib Xitoy o'zining qurol va iqtisodiy tahdidi kuchi bilan bugun buni aqtashliq kitob qandaqki bir narsa bilan buni bo'yab dunyoni huquqqa va dunyoning moddiy manfaatlariga bo'lgan istiga eshib ketgan odamlarni atrofiga uyushtirib bu o'zining yüzü gumon bilan qilayotgan ishlarini nodon odamlarga haqiqatlashtirishdek bir azg'unlik haqni boshlab to'nitib turib shunday bosh ko'tara oladi. Endi Xitoyninki misol o'tgan bir Ramazonda hozir dilda bu bir bu da Cungudki dini erkinlik degan bir temin. O Cungudki dini erkinlik, insani erkinlik degan narsani Şinjanlık dini erkinlik. Şinjanlık dini erkinlik degan narsani yoki bu erkinlik degan narsani bir davlat, bir millat, qanday bir tashkilot tuzib turadigan narsa emas. Erkinlik degan so'z hamda bizning tilimizda Uyg'ur tilida erkin degan bo'lsa, bu arab tilida yana hur degan bir ma'noni bildiradi. Endi biz ayni vaqt misol bizning Sharq Turkiston islom jumhuriyatimiz qurilgan. İslami Cumhuriyet degan söz faqat Allah'ning Rasulininki chaqiriq ostida Qur'on va hadisga qarshi zidlashmagan doira ichida nima qilsa bo'ladigan Qur'on va hadisga qarshi chiqmagan Allah va Allohning payg'ambarininki bu bizga qoldirgan bu din aqida nizam nomlarga qat'iy zid kelmagan doira ichida nima qilsak bo'ladigan ruxsat qilinganlik bir jamiyatning bir umumiy bir ko'rinishini bu erkinlik islomiy jumhuriyat yani islom erkinligi ya din erkinligi deb qaraydi buni. Asli mohiyati bunda. Endi buni Xitoy erkinligi yoki degan bo'lsa Xitoyning hech Xitoy bir erkinlik bermay, u erkinlikni Qur'on yaratgan bir mashinaning nega borganligini uni shofir belgilaydi. Misol, yeydigan adam tüm bütün insaniyetning qandaq bo'lganligini bu inson yaratgan Rabbimiz belgilaydi. Uningki bütün qandaq o'z insonga foydali, qandaq o'z ziyonli uni Alloh belgilaydi. Shuningdek biz bir maxluq bo'lgan ekanmiz, bizning erkinlik degan qandaq bo'ladi, qulluq degan qandaq bo'ladi, biz cheklangan ishlar qilsa, bizga manfaatli ishlar qilsa, foydasiz ishlar qilsa, buni biz bilmaymiz. Buni bilmaganligin kishilar har mesela İslam dinindeki başka batıl dinler, Buddistler olsun, komünistler olsun, başka dinler olsun, hem de özününki yüzü yetilip kalan batıl cemiyet tüzülme düşüncesi karta bir erkinlik formunu, bir endizini bula koyup aladı. Bunu emniyet biz her kandak vakti biz ne desek değil, meyl ticaretin, meyl siyasetin, meyl ibadetin, meyl dehkancılık, yezegilik, meyl içtimai nemeden sözlemeydi biz Kur'an ve hadisinin içinde turup gap kılmasak bizning bu iman islomiy da'voyimizdan hammasi yolg'on chiqib qoladi. Shuning buzilqi dunyo umumiy dunyo haqida farq qilgan vaqtda xristianlar haqida farq qilgan vaqtda xristian jamiyatiga kirib turib Injilning ruhi bilan yoki kommunizm ruhi bilan bunda so'zlab yursak bo'lmaydi. Biz faqat har qanday vaqtda biz Qur'on va hadisning o'zimizning islom aqida imonimizningki muhiti ma'naviy umumiy formasi ichida biz gap qilishimiz kerak. Shunga biz o Xitoyninki masalan diniy erkinlikni Xitoy bermaydi bizga. Xitoy o'ziga bir erkinlik bersa, Xitoy yolg'onchi. Xitoy bugungi kunda yuqori degandek butun o'zining jinoiy qilmishlarini bir-birlab tafsili biladi. 90% xato qilayotganligini bilib o'tadi Xitoy. 90% xato qilayotganligini bilganligi uchun Xitoy qo'liga qurol olib o'zining xalqiga tahdid solib o'tadi. Özünün Xitaylılarına mı tahdis ediyor? Bu Xitay devletinde hem de tahminen %70-80% halkı komünistlerin şu kadar ziriklikle şikirde bilimiz bunu. Hazır Hristiyan Budda dindikilerin ait cık şikiri ülkeleri Xitay'nınki. Mesela hiç kanda dini itikat kılmaydı kalırım bah. Biraz bu bugünkü komünist akidesine bu komünizm fikrini saklap kalganlar aşı bir kısım yelim teşle aşı mavzudunun zamanında tadı hukuk berilip kalgan fakat şu komünizmnin zehir batıl fikrininki
zəhərləş bilen aşındaq bir özünün ademilikini yo'qotgan bir insonlarningki shu fikr bilan taxt huquq tutib qilib yoki ma'lum shu davlatningki yuqortigan rahbarlari bo'lmish davlatning doiralari qadar bir huquq tutib qilib atdan tushsimi o'zangidan tushgisi kelmay o'zining 1 milyar yil vaqtida shu qadar o'zining cho'ng bir Rossiya va butun Xitoy qatorliq cho'ng atalmish davlatlar haq deb to'g'ri mush deb jarisiz ketayotgan kommunizm kommunist aqidasi kommunist fikrini Ruslar voz kechib bundan biz öğrenip asliga qaytgan bo'lsa bu Xitoy degan kunda azroq o'zining bu narsani eski çapanını sağız kelmey inovatini saqlash uchun ashuna g'aljirlar botadi. Buni allaqachon bu kommunistning bu batıl siyasetlari bu jamiyat tuzilmasi kishining qalbini allaqachon o'chdi va bu yo'qoldi. Ammo xalq yana akan kimnas yengam shu degandek bir maqol var Xitoyning davlatida. Şoňa Canbekiş'ten başka işini önemli dep qarmaydigan bunda bir hayat göz qarashga ega bo'lgan bu Xitoy xalqi şoňa bu Xitoyning ma'lum baş ko'tarib ketishiga yalğanlardan bo'lsa himoya qilib davron qilayotgan. Endi Xitoyning bugungi kunda masalan o'tgan yil Ramazon misolga olsak biz bu yerda Turkiyada yakan qatlamı bo'ldi. Ramazonda yana kishilarning juq Ramazonlarini cheklab qonun chiqarib qilganligi uchun bu yerda jiq qarshiliklar va dunyoda jiq fikrli bo'ldi Xitoy shu zaman Ramazonning oxiriga kelib ham o'zining malqi hozirgi Abdunum rayonining bir Xitoy boshlig'i bor. Uni kelib Abduraqib Temirdek adamni kelib ifta qildirib Xitoy kelib ham men unda qilmadim dedi. U nochi bo'lsa men qildim desin. Yüreklik o pul bilan qural bilan o kuchlik o'zini men sharqda bosh ko'targan bir palvonman deb o'tirib chiqqan Xitoy o'zining qilganlarini yolg'ondan qildim qanday qildim deyarsin deyemedi. Biz uda qilmadik deb o'zining jinoyatini yapyotdi. Amaliyotda bir odamni qattiq urib etgan bo'lsa, odam kelmasdi. Bu bir kishi berib arz qildi bir so'raydigan bir odam men udi deb. O o'g'ich berib soğuk berip sen neymiş ki manamada urup ettin dep sorsa berip uygucu men umudum degen boz o kokuncaklığım diyerek birin. Udum kanda kıldın gibin var mı? Şu bunun kıygalık için bu tayaklı yeşke yolluktu bu şu udum bunu diyaleyti. Esli doğru olgan bolsa, uruş doğru olgan bolsa, uruşu hata boğallık için men umudum dep özünü aklaydı insan. Güya muşnun okşaş Xitoy bugungi kunda Türkistan'da İslam emas, İslam allaqachon normal bir insonning normal uch vaqt yeb ichib normal yashash insoniy bir erkinlik, insoniy izzat obro'ga berilgan bu darajadan tashqari bu zulm va bu İslamlarni yo'lgash uchun men umudim, ben unda qilmadik, biz zulm qilmadik deb bugungi kunda atalmış diniy erkinlik degan bu atalmış bu narsani ko'tarib chiqib, yani xalqarani, jumladan sadda Uyg'urlarni va siz bizdek chet eldagi bu haq da'vo fikr adamni Xitoy ko'z bo'ymoqchi. Müşahidli Xitoyning o'p-o'chiq, qip-qizil %99 emas, %100% mutlaq yolg'onchi kazzab ekanligini biz bundan mutlaq bilalaymiz. Faqat men Xitoyni bu qadar deyishimda, men Xitoy mening dushmanim bo'lganligi uchun, uningdan 10 yillar turmush zarbi yeganligim uchun emas. Fakat bu mening amaliyotni reallikni davatgan bir gap bu. Xitoy o'zining qilayotganligini o'zi tuyib turdi. Pat yaqinda Xitoyning bugun mag'lub bo'lgan bir davri. O puli bilan biz nurg'un narsani ko'ryapmiz. Masalan, Turkiyada hozir biz olqishlab ko'ryotgan bir film bor. Osmonlining maydonga kelish uchun ishlayotgan bir dirilishli bir film bor. Bu filmda hamon huquqqa, pulga, altın, kumushga taynib bosh ko'targanlar hamon yiqilib o'tadi. Oxiri beshikka yiqilib o'tadi. Bu narsani bildik. Çünkü bugun endi biraz bu gapni desek bizning nurg'un siyoset yo'ldan mangmoqchi bo'lgan kishilarimiz Qaraman Turkiya bu kinoni pul tepish uchun emas. Faqat Türk millatini bugungi kunda bu qadar tarixda hatta İslam dininden, İslam meydan geçtiğin burunki Hollarning zamanidan tatib İslam meydanı kelgandan keyinki
Osmanlı'nın tarixida, yani Orta Asya'da, bu Türk dünyasida, Türklerin tarixda şu kadar seltenet sürgen katta bir ulug' dünyada bir qandaq olsun bir adaletini yürgizip, o'zi hech qanday zulmga, hech qanday milletni baş egmay kelgan bir millet ekanliginin umuman bugungi ahvolini tunib, buni biz mandaqliq deb o'tirg'a chiqarib, yana bu milletni ko'tarish, yani bular musulmonlarga bir medet berish uchun buni ishlab o'tgan bildik. Demak, huquq tutish uchun pulga va qurol yarog'ga tayanib, zo'rlik va zumbulliq tayinib bosh ko'targan har qanday atalmış teşkilat, devlet, her qanday bir cemiyetniki hamon o xanı veyran bulup, kun bulup, şu zulüm uçurgan, şu mezlumның put asıda paykan bulduğanlığını, bu filmmi, şunundaki nurgun tarihi, reallik, çıllık, ötmişinin nurgun icabi ifadeleri bunu biz bildirdik. Xitay bize mağlup oldu. Xitay bize mağlup oldu. Xitay bize mağlup olmasa, biz her kaç astak 30-40 milyon çıkımız. Xitay'ın atalmış milletleri 1 milyar 500 milyon eşki değillik. Hem de Xitay bizne konuda yani şu kadar aciz ve zayıf dep sanaydı. Ecba bu kadar acizleşip ketken halkarada dünyada hiçbir hem de Xitay'ın hiçbir ilgisi yok. Hem de bizim Rabbimiz var. Dünyada bizge hiç kim bizi qarindoshim deb quchoq qachimiz, hiç kim bizim qulimizni tutmasa biz Rabbimiz bor deb ang axir yalğız qalsak biz Allah bağlanıp durup Xitayga qarshi bu hareketini qat'iy to'xtatmaymiz inşallah. Bugungi kunda biz Uyg'urlar cümleden bütün dünya musulmonlari İslamның eng rezil düşmanı kim? İslamның eng rezil düşmanı, İslamga qarshi eng rezil kuch. Birden bir Allah'ның diniga mümin musulmonlar qarshi turgan kuch kim o desa, haqiqatan mahiyeti cevap bas Xitayning o'zi. Men buni sarang'ob qilib davatmayman bu gapni. Faqat Xitayning turmush yatqanligi uchun davatmayman. Amerikaning, Yevropaning turmunlarida haq qarulab chiqa oladi, mollulab chiqa oladi, jilla ibodat qiladi, yani saydi qila oladi. O'zi istagan kitoblarni ejib o'qiy oladi turmuning ichida. Hatto Yahudiyning turmusiga palestinlik musulmonlarni tortib, Xitayning turmusida osmon zamin yaratgan Rabbimizning bir nomini tilg'ag'ini bo'lmaydi. Xitoy bugungi kunda agar Alloh taolo Qur'oni Karimning umumi qarshi qargan vaqtda dunyoda eng og'ir jinoyat sodir qilgan, eng og'ir zulm, Allohning azoblariga va jazosiga eng loyiq bo'lgan bir qavm bugungi Xitoy bo'lib chiqib qoldi. Biz Allohning dinini inkor qildi. Alloh yaratgan Rabbini seg'ingan, har xil usul seg'ingan bütün odamni shu qadar yomon ko'rdi. Bizni yetim qoldirish uchun bütün saxta musulmonlarni o'tirish shariqda arablarni bo'lsin, ajamlarni bo'lsin, hammani pul bilan, huquq bilan, tahdid bilan qo'lga kelib uni do'st o'ziga qilib mutlaq Allohning dinini yetim qoldirish, zaiflash, ajizlashtirishdek din hukmini haqni ko'ngilga Allohning dini hech kim uni ajiz qilolmaydi. Xo'sh. Xitoy bu qadar buningda qutiraqo'da harakat qilyapti. Demak, Xitoyning aqtash kitobini yozib o'tirib chiqishi bu dedim-ku, bu tu'yingi narsa emas. Xitoy mutlaq tarixni burmulab, bu medeniyetni burmulab o'zininki maqsadiga yetmoqchi. Buni har kim buni aql bilan qarasa, buni bilalaydigan masala. Xitoy agar nochi bo'lsa, cheklayim qanday qilding, kuching bo'lsa chiq, askaring bo'lsa ikki urushim deysan, qilsam-da. Balkim Xitoy bugungi kunda bütün Uyg'urni qirib tugutish mumkin. Dünyada birinchi ikkinchi dunyo urushlarida necha 10 milyon odamlar o'lib ketdi. Biz 15-20 ming, 30-40 milyon Uyg'ur o'lib ketsa, bu dunyodagi hayot to'xtab qolmaslik mumkin, qiyitish mumkin, qiralish mumkin. Lekin biz da'vat qilgan Xitoy o'zining jinoyatlarini va Xitoyning jinoyatlarini bir-birlab pash qilib o'ltirib chiqmoqchi va chiqmoqchi bo'lgan va Xitoyning qilmishlarining jinoyat ekanligini o'p-o'chiq pash qildigan bir haqiqatning sadosini Xitoy mengu o'chirib o'tolmaydi. Uni mengu bostirib o'tolmaydi. Bu fikr mengu bosh ko'taradigan bir fikr, bu haqiqat, haq va adolat degan narsa. Xitoy shunga psixik jihatdan allaqachon mag'lub bo'ldi. Shuning uchun Xitoy bugungi kunda ushshaq balaga tug'ilmagan baladan qo'rqyapti Xitoy. Tug'ilmagan baladan qo'rqyapti. Yesliligidagi endi o'melab ana dada deyolmayotgan balaga apirib, yesliga apirib, mama, baba degizgin selib Xitoy. Yeslidagi balani
Beşikdagi baladan Qo'saqdagi balani hatto boshlang'ich to'liq o'ttirgacha maktabdagi balani putkil qamal qilib, dinsizlashtirib faqat mutlaq o'z Xitoy qilib ishidek cho'ng Xitoylar qilib etmasa, bu atalmış Xitoy tilidagi Xinjiangni saqlab turish mumkin bo'lmaydiganligini o'zining milyar nufusining o qadar o kuchlik harbiy quvvati va kuchining hech kimga dal kelmaydiganini Xitoy buni tunib yetiklik. Shunga Xitoy o'zi ojiz bo'lmasa, mag'lub bo'lganligini his qilmagan bo'lsa, psixik jihatdan mag'lubiyatini his qilmagan bo'lsa, Xitoyning digini azroq texi o aqtashlik debdi. O aqtashlik kitobning şey yazg'ini %1% haq bo'lgan bo'lsa, to'g'ri bo'lgan bo'lsa, Xitoy bugungi kunda Qo'saqdagi va Beshikdagi ballig'icha qilmaydi. Alloh qanday qildi? Peygamber Aleyhisselam dunyoga kelishdan burun Arab jahiliyatlarini bu vaqtlarni tirik ko'mganligi uchun, bular qiz bu vaqtlarga bu qadar zulm qilganligi uchun Alloh uni payg'ambar orqali buni %100% o'ngni o'ngni qilib dunyoni bu qadar isloh qildi. Xitoyning ajali to'shdi inshaalloh. Biz men bu yerda bir yolg'on gap qilmayman. Bu ajaldan Xitoyni biz mayli dunyoda Amerika bo'lsin, Xitoy bilan dunyoda harbiy kuch jihati barobar, iqtisodiyot barobar tuzgan dunyoda jahongir kuchlar biz hech kimdan endi umid qilmaymiz buni bizni qutqizib qo'yishdan yordam qilish. Ammo biz qo'limizdan kelgancha Xitoy bizga ming paylash atom bomba atsa, biz bir tash ata olsak Xitoyga, Xitoy taraf qilib birini tukirib olsak, g'azab ixlos bilan, chin niyat bilan Xitoy taraf qilib bir tash atib bir tukirib olsak, biz bu jangni qilgan bo'lamiz. Bu bizning chunki bizning haq. Alloh bu dunyoning egasi va ya Alloh bu qadar Alloh payg'ambarni baqa keltirmadi. Bizning bu haqlarni tirik kelgan millatni Alloh bu darajada o'zgartib, uni haq da'vogarlarni qildiqliq. Xitoyning mag'lub bo'lganligi, bugun Xitoy Beshikdagi bolalarga qo'li zulm yetgan bu Xitoyning bugungi kundagi mag'lubiyati o'ziga tan olmay apırıp aşında aqtashlik atalma kitobni yozib chiqib, yana bu 20-30 qishli bo'ldi buni. Yozib atadi, Turmumbek yozadi buni. Asosan Xitoy o'sha Turkistondagi o'sha Xitoy hokimiyatiga qarshi chiqqan, o'rtaq chiqqan butun mujohid ulamolarimiz, azmetlerimiz ham turmudi bo'lgandan keyin jamiyatga dehqonlarniki jiqishdan kari yo'q. Shu asas sizlarni Allohning izini to'lab yashirincha bilan bug'doy qunib o'rab o'yishib yassi bo'ldi bu haqda. Shuni qizmayapman ba'zan. Shu o'ykirda vaqtida men chiqib yig'ina ish demak Xitoy bugun mag'lub bo'ldi. Xitoyning mag'lub bo'lganligini biz bu aqtashlik kitobidan aqaqim chiqayotganligidan biz Ramazonni zulm qilmadik, dinni cheklamadik, diniy erkinlik berdik deb ba'zi islom dunyosiga diqqat qilganlarni aldash uchun o'zini aqlayotganligining o'zi Xitoyning mag'lub bo'lganligini derak berdi. Şoň biz onunğa ädigelik taňas çoğum quyaş çıkydygandek Xitoyning mag'lub boldyganlygyga işenimiz inşallah. Menimki endi şu näet ýaxşy içip Allah razı olsun. Emma şu sotçy bilen bu ýazgyçy adamga sotçyga, terrorçyga ýenek jaza berdiň. Bu şeýer ýazgan adam Şinjangyň taryhyny özgertdiň, burmuldyň. Döwletniň birligi, millet ittifaklygy buzgunçylyk kıldyň dep. Bu töhmetler bu ikisine qıptıdamdı. Elbette pat anlap durmaz. Bula biraz vicdan içidim qallyk üçin aýrylganlyk eneqamdy. İşinin tigin sürüştürüp kelse bu meselelerdeki. Selma nurgulgan bundaq hökümetning adamlar bilen bulan tunuqluq, bular bilen vatanda ularning ahvolini yaqindan tunib chiqlan mayli turmidagi jarayonlar bo'lsin, chiqqandan keyin bo'lsin. Muşunda senin davrlardan muşunda işler öz vaqtida mesela bo'lgan sizlarga turmadagilarga u bu haqida yaxshi muomala qilgan u bularniki jazolanganligi u bu degandek. Endi biz o'tgangi sonninki usto'chiq turmga aylangan Sharq Turkiston degan temamizni oldingi bir Uyg'ur saqchilar to'g'ri ketdik endi. Men buningga inkas kelaylik mayadagi jamoat. Bular bir istig'for aytmadi bu bechoralar. Endi hozir menga astagfirullah Erdo'g'anni kafir deymiz demaymiz deb so'roq kelibdi bu zani yo'q. Allah. Keşle. Men Erdoğan'ı nima deb kafirdi. Erdoğan bir qari adam ekanini angladim. Onun talay qatim da'vat qilganligini ko'rdim.
her qanday toplantıda o evvel dinden söz içip oldu. 10 minglagan biz muhacirlarni Malaysiyadan elip keldi. Endi onu qağın Allah biz şeriat zairini bilemiz endi. Hem de ularni ish topolmay ham de Endi bilgan kunda meni ish topolmay bilgan kunda bular bu gem tepadi. Nima ekanligini hukm qiladigan darajaga borib o'tmamdi. Shuncha ish yo'qmi-ki ular? Endi bilgan kunda Türkistan'da hem de sen bazı sakçılığa sen sakçılığını ben kafir diyemeyim depse sen sakçı kafir olmayın değil mi? Sen bu devletin başlayan kafir dememse diyenden gepler kepti. Ben bunu şundak depesem anı bula beni özünün katası arkadaş estağfirullah. Ben dünyada tek yalnız kalsam mı? Ben yüzden bir bilimsiz adam. Ben pertibacı emas. Aklın karın aklıp oturup çıkıdığan. Hem de şeriat zahir hüküm kılıdı. Peygamber Aleyhisselam'ın hayatında, tarihinde bah sahabelerden. Bir sahabe verip bir küfürün müşrikini koklap bağdı. O beşik kılıç tanınırken o şehadet etti. Ama bir sahabe onu çepitip kaldı. Sahabe gibi Resulullah ve ahvalın dedi. Peygamber Aleyhisselam şunu sen bu la ilahe illallah'ın nemi kılmak şeydin sen? Sen la ilahe illallah disimi öldürüp ettin mi? Şunda disimi öldürdün mü? Deyip kayıt sorup Resulullah kızırıp gitti dedi şurada. Açık geldi dedi. Din bu. Biz bunu biliriz. Yani o sikret aldı da minut aldı da o peygamberge karşı kılıç götüren bir kişi. Peygamberinin sahabelerine, askerlerine. Ama boptu o korksun ya ki korkmasın. Kalbini yerip baktım. Kılıç beşik tanınırken vakta o şehadet etipti. Onun kalbini biz yerip karışıka biz tek mükellef emez. Allah bildi Ayşe'ni. Biz gaybini bilmeyemiz. Allah bildi gaybini. Allah üzerine imkis kılıdı. Lekin hemen yer türmede Xitayning devletide bizden Türkistan'ın halkı az uzun mezgil kululab biçarlab yaşagan millet olgandan keyin fakat biz Uyg'urlarga xizmat qildirish emas, xizmat qilish. Bo'ysundirish emas, bo'ysunish. İtaat qildirish emas, itaat qilish. Yardım qilish emas, yardım qilinish. Bu xilgi bir ta'tir tanasib ang fikir bizga ajoyib singib ketaylik. Hazır her qandaq ali g'ay nishon bilan balasini maktab oliy maktab o'qitib atgan, hatta balalarını Avrupa'da en dağlık üniversitelerine, Avrupa chet elliga chiqarib, en muhim ijtimoiy ve tabiiy sahasi balalarını muqim tarbiyalab atgan bir Uyg'ur farzandini, Uyg'ur oilasini so'rasini bilgan kunda balangizni nima uchun o'qitdingiz deysizlar, deydi-ki, bir yaxshiroq yashasa, bir yaxshiroq xizmat qilsam-ki deb. Deydi. Bu ümmet için, bu millet için yaxshi adam bo'lsin. Bu devlet kuruş. Devlet kuruş, devletçilik bu özünün kadrini, öz erkinligini öz kulluk ediş. Manda hüküm kılınış emas, halkın üstüden adaletini hüküm çıkardıgan, manda çıkarış gayesi okuyduğun hizmet kılış emas, hizmet kıldırış. Kimni özüne zulüm yapqanlığını ve bozak qilganlığını. Hiç bo'lmasa halkın hizmet kıldığımızı mı? Halkın hizmetini kılmasın? Hem hizmet kıldığımızın. Özüne kılsın. Bu kadar bir ruhdan terbiyelemek. Anda bo'lgandan keyin bizning yazgıçılarımız olsun, ediplerimiz olsun, şairlerimiz olsun, meyli ijtimoiy tabiiy sahasi hammasi o'qib atganligi. Sanat bizning sanatchilarimiz mesela o sanat degan hem de bu İslam'da bir başka bir narsa o. Biz Uyg'urlar tarixda o'zimizning şu kadar güzel nağmınava usul sanatimizning barligidan faxrlanib yurgan bir millet. Bugün kunda. Bugün kunda mush 80-90 2000 yillar o 20-30 yıllık kadar dairde bizning sanatchilar şu kadar güzel o'ltirib chiqib ketdi. Bir naqsh ijod qilish, müzik keşfiyatlari bilan. Ama bunun umum yig'indisi nima deganda faqat salbiy tilda aytgan vaqtda ordu sanatchisi yoki ordu shoirlari yoki ordu muzikantlari yoki ordu usulchilar degandek bir narsa. Kim uchun?
Fakat özünün üstüden zulüm kıygan, özünün üstüden zulüm kıygan bir milletki nakş müzik çep verip, onun konuğunu utuştum başka bir hukumdan halkıp gidemedi. Engeliyada bir Yusuf İslam deb ismini özgerdi bir çalgıcı. 20-30 gitar çalıp, ahir gitardan saz bilen yakın tunup gitarını öz çekip iman edip geleydik. O nimde edemde uzun mezgil Hristiyan bulab, nakşçı bulab, sahnede yaşayan bir nakşçı bugün günde iman edip o nimdeydi o? Müslümanların bütün ahvalını tunup, İslam dünyasının ahvalını bugün o deydi ki Müslümanların bugün gelişi deydi. Özünün hususi işlerini din işlerinden üstüge koyup için bugünü görebildik. Eğer bir adam bununla bazı adamın şer'i verip ya ki men mıdağdayız geldik. Bir adam onun akidesi ne oldu iken o akidesi için kurban veriş ruhuyla bu akidenin yükseliş için akideye özünü pida kılış gerek. O çağda bu akidenin ki bu nimesini göreleydi bu. Hoş. Şu komünizm akidesi için kurban verilik. Şunun için Allah buna nimet koymay, malum mezgil onunla şu akidesi ki şu tökken ter bedligi bana Allah bugün azrak onunla bir gün verilik hem de özünün maddi ihtiyacına biraz toyğuzluq Allah Teala. Biz İslam deydi, İslam dinimiz bizim dünyavi ahireti böyle Hristiyan dini, Yahudi dini, Budda dini bu din deyip mandağı dilini kadar ülken aldıcık söyleyip kettik söyledim bu bunu men dünya çoğun din ba Hristiyan dini, İslam dini, Budda dini de bu dinni birbirisi nüfuz, hukum, mana, mahiyet okşan beraber din, büyük din birbirlerinin karşılığı çıkışamaydı de bu kadar kargaydı mutlak kafir oldu. Bu akidemiz bu. Biz bunun bütün 8 milyar insaniyetin hemisi doğru dep kurbası yalnız kalsak bunun biz başa çeksek bulmaydı bir fikir bu. Hem de demek her adam özünün akidesinin kurbanı oluş gerek. Adam doğru söyleyecek. Peygamber Aleyhisselam'ın dinden ayrılgan bir hayatı var mı? Bir şu koskunu fakat dinni davet kılış yolunda çıkıp kalmaslık için dinni yetkiziş yolunda acizlep kalmaslığı ve avazının toktap kalmaslığı için cismani ve ruhi cihetin yıkılıp kalmaslığı için de yedi ve keydi. Yattı ya uxladı. Eğer medirlaydık Allah uykusu kep ketme, kusku bek içip ketme, uykusu bek kep ketme, bedeni bek acizlep ketmegen halette hemen tiktudu. Peygamber ve sahabeleri ta bugünkü kadar Peygamber yolda mangallı. Bu dinine özünü bağışlayıp etkenlik. Adem deylik biz İslam itaat kılgın ikemiz bizden dini davayımız tam bizden vatan davayımız, Türkistan davayımız, Türkistan'daki 40 milyon halkının Xitayning zulmünden kurtuluş davasının izi din dava bu. Bizge nispeten. Biz bu günü görüp atkandan ekan. Bir adamning bir puti o't tutsa, ocaq tutsa, bir puti sir tutsa, o adamdan başka bir bet barmıdı? Putini otdan kurtuluşdan başka? Yok. Bugün günde bir putin bir ümmeti bir ceset. Biz yeniden iman edip kalkan adam bulup kılıp mekagelerimiz vatandakiler kabrup ezelden tarih bitperes ya başka bir dindeki olsa o meyliydi. Ama o bizden bir dini, akide gavdimizden bir kısmı. Cismani gavdimizden bir kısmı boğanlık için biz tam Doğu Türkistan yani Şarkı Türkistan azatlığı, şu Müslümanlığın hür erkinliği ve Xitayning zulmünü katli tok tutup Xitayning bu devletin sürüp çıkarış. Bu yerde Allah'ın dinini yani Kur'an ve hadis sayesinde bir İslami devletin birini kurup çıkıştaki bu gayemiz uçuk, mükemmel, %100 mutlak Kur'an'ın Peygamber Aleyhisselam'ın menhac ve serilerinin yüzü bu. Çünkü biz bu dinine biz hayatımızı bağışlamamız gerek. Hem de Xitay'daki cüngüçe sosyalizm yoki cüngüçe sosyalizm deb kopap Rus mağlup bo'lgandan keyin bu komünist yo'lida mengib o'zi cüngüç sosyalizm deb bayrağını ko'tarib chiqdi. Haq buni nima ish endi? Haq nadan. Xitoyning qo'lida faqat pul bilan bir qurol bor. Xitoyda tilga arzigidek uni falsafaga, aqidaga, jamiyat tuzilmasiga bir programma ve nizam qilib tuzgidek Xitoyda bir qilchi bir narsa yo'q. Desmi yo'q. Hech desmi yo'q. Xitoy bugün 50 yıl agishib qo'rqinch peşini tutmangan Marks, Lenin, Stalin degan bu tağutlar ölüp
endi külge aylangandan keyin onun kavmi yana özünün kavmi Rusya'da berip ağanın kavri tükürüklük cık adamla. Xitay bunu bildi de hem de. Özünü aklaştın cüngü sosyalizmde bu bana güzel çıktı. Bu nadan hak yeştin içtin başka bilmeydiğin bu nadan adam yani şunun aksı jüydü. Hem bugünkünde cüngü sosyalizm diyen nersini 5. yıl to'lab baktı. Hem de kopap cüngü İslam yoki İslam dinini sosyalizm için hizmet kıldırış. Astagfirullah bu qanday hizmet? O komünist yolu bir ot. İslam bir suğa o'xshaydigan narsa. Komünist bir zulm qarang'ilik o'xshasa, İslam bir nur bir ziyo o'xshaydigan bir qanday chiqsin bu? Ot bilan suv chiqisha olamdi. Qarang'i bilan zulm yo'riqlik bilan qarang'ilik chiqisha olamdi. Mutlaq bir-biriga qarma qarshi %100 mengu sig'ishamaydigan bir fikri maydon. Apirib jungu İslam dinini jungu sosyalizm için hizmet kıldırmaz deyse Abdurrahim'dek mundaq aqliga poqib qolgan bir qism odamlar ashuni rost deb aqadan yuribdi. Demek bizning hozir Xitoyga eng berilib Xitoyning xizmatini qilayotgan ulamolar arabcha biladiganlar. Bilmish ulamolar. O ulamo emas. Faqat arabcha biladiganlar. Tercümanlar. Arabcha biladiganlar. Bu dinning siyosiy tavhid bütün umumiy g'oya nishonini o'zining qibla nomi qilmagan odamni herkes o Müslüman degani bo'lmaydi. Bu biz ayay chiqib shu gapni qildi deb deyish mumkin. Endi biz bilan bir yashagan odamlar bor vatanda hozir. Anlasın mana. Chet eldan bor yashagan odamlar. Men bilan turmush bilan yashagan 18 yil bilan yashagan odamlar bor. Tarixni qanday yashadik? Urumchining turmushi qanday yashadik? Nima deyishdik? Hammasi bor. Chiqadi degan tarix bu narsa. Abdukerim Abduvelining hayoti qarasin. Bir qatim xato qilibdimi deysa qo'yadigan jiqil talay qilib shartli qo'yaqliq. Deslabda az bir 8 yil. Mana hozir 20 yil bo'lib ketdi. Qo'yib berilmadi. Demak, bu o'zining haq deb tonigan fikri aqidasininki uchun o'zini butun qurbon qilib o'zini butun shunga desmayis deb ataganlik. Endi shuningdek bizning odamlarimiz yuqori deganda gap uzrab ketdi. Ordu şairleri, ordu usulcusu, ordunun nəğmecisi, ordunun şair yazgıcısı degandek, ordu hizmetçisi bo'lib qolgandek, biz Uyghur xalqi Xitoy kommunistleri Manju buzumun kirgan Zozongtang, Yangzheng, Jingshurun deydi, Shingsay dedik, endan keyin Gomindang dedik, Xitoy biz mushu 100 yildan beri Uyg'urlar asosan huquq tutganlar. Nima bo'lib qolganlik? Bir Cahangir, bir zalim bir Cahangirninki bir hakimiyetin ordusidagi xizmatchisiga, muzik naqshchisiga yoki to'g'ri. O alim qilganligimiz. To'g'ri. Biz ulardan xalq bilmagan bechora angsiz xalq dehqonchilikdan boshqani ish qilib bo'la. Shuning demak endi ma odamlar shu turmadan jiq saqchilar axir shu tunib turib Urumchi voqeasida jiq odamlar shu balani so'roq qilish jarayonida deyishdik bu. Urumchining odamlari biroz angliq. To'g'ri deyishdik. Yoki u boshqa bir diniy tarbiya olmagan bo'lsin, dunyo biroz tushunadi, zulmni, erkinlikni, azma g'arbcha insoniyatning kishilik huquq, erkinlik degan narsa hozir kelib tushunadi endi odamni. Shunga Urumchi voqeasida qo'yni bo'g'izlagandek bostirib ekib o'ltirib, chanab, hadda bu qadar qirg'inchilikni qilyotgan Xitoy Urumchidagi cho'ng bo'lgan Uyg'ur saqchilar buni chidamadi nurg'unlar. Hatta xizmetini tashlab chiqib qo'lga olinib ketdi. Hatta tuyuqsiz yo'qolib ketgan saqchilimi ba'di bang'ildik biz bir uqmaymiz. Engacha Urumchida yetilgan dunyoni tushungan saqchilar bilan Uyg'ur saqchilar bilan Xitoylar Urumchi voqeasidagi odamlarni bir taraf qilish ko'zi yetmay, bulini ya bekor qilib, ya amaldan qoldirib, bizning Qashqar Xotanning yezi qishloqlarida hech bir tarbiyasiz cho'ng bo'lgan mujtama zo'r jamiyat zo'mgarlaridan tep ekilib qarmoq saqch formini kezib ular bilan balani o'liga qattiq urib tayoq to'qmoqdan bog'lab tayoq chizmay Nurg'aydani majburan iqro qildirib ishni bitirib qildik deb bunday bir san'at o'yin o'ynadi Xitoy. Buni xalq tunib yetmaydi. Bugungi kunda buni tunib yetgan odamlar endi qanday bo'lsa men saqchilardan beshikisi anchami chiqqan, men yozuvchi, adib, shoir degan qalam kashlidan bir edim. Endi bu
İlham To'xta degan bu kishi shu Beijingda yashab shu yerda xizmat qilgan odam ekan. Buni degani Qur'on ro'yi bilan deganda buning degani haq emas. Faqat hozirgi dunyo insoniyatning kishilik huquq, inson hurligi degan temada Xitoy o'zining qonuniga o'zi amal qilmaganlikdan, o'zining deganlariga o'zi yurgizmaganlikdan, o'zining qonunga mana deb yozsan, shu bo'yicha qilmamsan deganlik uchun odam japan chekiylik. Shunday tushunlik dunyoni. Odam ayaz turibdi. To'g'ri. Bizning bu odamlarimiz endi biroz qiyg'isi bo'lsa-mu, ammo haqni da'vo qilish ro'yidan akam kimlar yengam shu deb zulmga bo'ysunib bosh egib qo'saq beqishdan boshqa o'ylamaydigan manda bir xarakteri kuchli kelib ketganlik. Emas. Shuna bu hal bugungi kunda bu qadar. Endi shuna bu 1949dan beri bular bu 80-yillardan 90-yillardan Abdurrahim Ötkirlar qatorliq odamlardan keyingi o'tirg'i chiqib qalam tutgan odamlardan cho'ng umid kuchgani bo'lmagan, bo'lmadi. Ammo bu ishga adam qanday o'ylab bu bir chiqdi endi. Alloh rahmat qilsin, agar niyat to'g'ri bo'lsa, biz uzun zaman millatning ziyolilaridan hammadan biz Mahmud Qashqari, Yusuf Sajib kabi bilib qalamkashlarni Abduxoliq Uyg'ur, Lutfullah Mutallib deganlardek bilib jiq odamlarga mamzabini taybiqlarga o'xshab bilib jiq odamlarni ularga umid bog'lab ketaylik xalq emas. Ammo biz undaq kishilarning qat'iy chiqarmaydigan va chiqin qo'ymaydigan, asli undaq mukammal kishilarning yetilligini qo'ymaydigandek bu ichki siyosatning allaqachon maktabning qo'yinlariga Uyg'ur adabiyot sohasiga singdirilib bugungi kunda bu qadar bizni tilsiz, ovozsiz qilib qo'yganligini biz his qilolmaylik. Hatto qalam kashlarmi buni his qilolmaylik. Ama şu 95-90 yıllar yazılgan bu edebiyat sahasında nurgun jurnallar var mı? Tarım deyimiz, Kaşgar deyimiz, oçu buçu. Şunun fakat şehvani, sevgi, muhabbet kandak ki ama şundak bir nesile yazılsa bu naat kalkışlanıp kan bu neşir kılındığı ama milletin, ümmetin azırak hak mı deyip kalkadım hemen bu kalem bastırılıp geldi. Yani kişiler bana şundan kısılıp cembek iş mecbur boğaz gelmedi. Hükümetin Xitoyning istigini bo'yicha bilan yezib, azizlik kelib qalam haq elib, qaylab yashaydigan shunday xalq kelib qolgan odam. To'g'ri. Shu bugungi Uyg'urningki bu adabiyot sohasi qalam kashlidan yoki Uyg'ur Xitoyning kontrolidagi Uyg'ur ma'rifidan çok umid kuchgani bo'lmaydi. Xo'sh, to'g'ri. Rahmat, Allah razı olsun. Fakat vaqt nasiblanmashada to'xtamiz. Türmege aylangan vatandagi facialardan bir qismini nihoyat az bir qanchisini to'xtalib o'ta oldik bugungi suhbatimizda. İnşallah yangi bir qatimliq suhbatimizda ko'rishguncha sizlarga Janobi Alloh topshiramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.